Dilshod Jabborov kim? Kimdirlar mani Xitoy til tarjimoni deb biladi. Kimdirlar avtomobil olib kelib sotuvchisi deb biladi. Kimdirlar bo'lsa ustoz deb biladi. O'zi aslida kimsiz? Hammasi yaqinda Xitoy tili markaziga asos soldik ustozim Shahnoza bilan. Ikkinchidan 5 yildan beri elektromobil Xitoydan olib kelib sotamiz. Dubaydan avtomobillar olib kelib sotamiz. Va o'zi bu ishlar hammasini tarjimonchilikdan boshlaganmiz. Xitoyda o'qib kelganimdan keyin. Qanaqa bu joyga kelib qolgansiz hozirgi holatingiz? Endi 6 yoshdan ko'chaga chiqib tirikchilik qilganmiz. Non tashiganmiz, non sotganmiz. Urish sharbat go'ja sotganmiz. Hattoki politalimdari disklarni ham sotganmiz. Popkorn bilan. Keyin o'qishga berilib, Xudoga shukr, mana 2013-yil Xitoyga borib o'qib keldim. Undan oldin Turkiyaga borib kiyim-kechak bilan ham shug'ullandim. Xitoyga borganimdan keyin o'qishga berilib, shu magistraturani tugatib, endi Xitoyda ham qilmagan ishimiz qolmadi. Ko'p biznes qilganmiz. O'zbekistonga ham ancha ko'p tovar tashiganmiz va hozirda investorlar olib kirish bilan shug'ullanamiz qo'ldan kelgancha. Xitoydan ancha shu investitsiya kiritishga ham biz qo'ldan kelgancha yordam berdi. Asosan tarjimon bo'lib. Odamlar o'zi sizni nimaga kuzatish kerak? Nimaga podpiska bosish kerak? Birinchi o'rinda albatta Xitoy bilan biznes qilishni o'rganasiz. Ikkinchisi, elektromobillar haqida foydali ma'lumotlarni berib yuraman. Uchinchisi, tarjimon kerak bo'lsa, aloqa qilib qurasiz, faqat sal qimmatroq.